Do'stlar, yaxshimisizlar? Hammanglar obdan turibsizlarmi? Teninglarga saqliq, turmushinglarga avvalgideklar xotirjamlik tilab, kunda bir kapam psixika o'rganaylik sahifasining yangi sonini davomli ko'ngil araminglarga sunmoqchiman. Biz kulganligimiz uchun baxtlikmi yoki baxtlik bo'lganligimiz uchun kulimizmi? Biz avval yig'lab, andin azoblanganligimizni his qilamizmi? Avval urib, andin achchig'imiz kelamdi. Lag'ildab titirganligimiz uchun qo'rqqan bo'lamdik yoki azoblanganligimiz uchun yig'lab, achchig'imiz kelganligi uchun urushib, qo'rqqanimiz uchun titrab ketamizmi? Kulish chiroy ifodasidir. Chiroy ifodasi deganimiz yuz qismidagi muskullarning o'zgarishi orqali ifodalangan har xil kayfiyat holatlarini ko'rsatadi. Kishilar ko'z ko'ngilning ayniki deyishadi. Bu söz ko'zning odamning qalbidagi o'ylaganlarining hammasini ifodalab beralaydiganligini tushundirdi. O'xshash bo'lmagan qarashlar o'xshash bo'lmagan kayfiyat va hissiyotni ifodalaydi. Masalan, siz xushal bo'lganda qopig'ingiz ochilib, ko'zingiz kuladi. Ochiqlangan vaqtingizda qopig'ingiz turilib, ko'zingizda ochiqlanganlik alomati ko'rildi. Qo'rqqan chaqda ko'zlaringiz chaqchib ketadi degandek. Ammo ko'zlar hammani ifodalamaydi. Psixologlarning tadqiq qilib isbotlashicha, yuzdagi o'xshash bo'lmagan a'zolarning o'xshash bo'lmagan ifodalash roli bor. Masalan, ko'z azoblanish hissiyotini ifodalashda bir qadar gavdalik, yig'iz bo'lsa, xushallik va g'azabni ifodalashda bir qadar gavdalik bo'ladi. Peshona bo'lsa, hayronligini ifodalashda ro'shan aloyidlikka ega. Shuning bilan psixologlar yana bir tajriba ishlagan. Sınaq qiling'uchining yuzidagi har xil ifodalarni rasmga tortib, tajribaga qatnashuvchilarga rasmdagi odamning shu chaqdagi hissiyotining qandaqligiga hukm qildirgan. Natijada ko'rsatilishicha, ular xushallik bilan azobni eng oson bayqab chiqqan. Ammo qo'rqinish, parishonlik qatorliq hissiyotlarga hukm qilmoq sal tas bo'lgan. Eng tas bo'lgani hatto hukm qilinmagani bo'lsa, gumonsirash va echinish bo'lgan. Baxt hissiyot va kayfiyatdir. Cho'ng meni teri qatlamininki moslashtirishi ostida teri qatlami bilan teri qatlami ostidagi nervi birlashib, kayfiyat va hissiyotni paydo qiladi. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, cho'ng miyaning ostinqi orqa miya rayoni bilan kayfiyat inkosining munosabati nihoyat zishkan. Bu yer achchiqlanish inkosi ko'p yuz beradigan rayon bo'lib, tashvishlanish bilan munosabatli ekan. Odamning ostinqi miyasi va uning atrofidagi nervlar g'idiqlanishga uchragan vaqtda odam xushal bo'lgan yoki g'azablangan hissiyotni keltirib chiqardi ekan. Cho'ng miyaninki girvak sistemasi barliq kayfiyatni keltirib chiqaradigan muhim rayon hisoblandi. Agar operatsiya pichig'i orqali hayvonlarning ikki tarafdagi cheki yaproqchisiniki oldi uchidagi kulrang tugun, ya'ni shu badam miyig'izi yadrosini elib olsa, hayvonlarning vahshiylik kayfiyatini azaytqilib bo'ladi. Kayfiyat boshqarish mutaxassisi Haris kayfiyat ABC nazariyasini o'ttirib qo'ygan. A bo'lsa kayfiyatni jalb qilishni ko'rsatadigan bo'lib, kayfiyatni keltirib chiqaradigan obyektiv mavjud bo'lgan amaliyotni ko'rsatadi. B bo'lsa kayfiyatning homilisini ko'rsatadi. Ya'ni kayfiyatni keltirib chiqaradigan hissiy bilish va ko'z qarashlar. C bo'lsa kayfiyatning o'zini ko'rsatadi. Ya'ni kayfiyat yuz bergandan keyin bevosita ifodalangan natijasini ko'rsatadi. Odatda kayfiyatninki sababchisi bevosita holda kayfiyatni keltirib chiqara oladi deb qaraldi. Xuddi odamlar yaxshi ishga yo'liqqan chaqda xush bo'lib, hayajonlanib, yomon ishlarga yo'liqqanda azoblanib, achchiqlangan o'xshash. Biroq ba'zi psixologlar bularning hammasi bir xil ifoda xolos. Haqiqiy kayfiyat sababchisi kayfiyat homilisiga aylangandan keyin andin paydo bo'ladi deb qaraydi. Shunlashqa biz bir tajriba ishlaylik. Ikki guruh oliy maktab o'quvchilarini tajriba qilaylik. Oldi bilan ularga kayfiyat paydo qiladigan adrenalin uraylik. Ammo ularga tajribaga ehtiyojli bo'lgan vitamin urdik deb qo'yaylik. Andin birinchi guruhdagi tajriba qilinguvchilarni odamni xushal qiladigan kayfiyatni keltirib chiqaradigan muhitga akiraylik. Ikkinchi guruhdagilarni bo'lsa, odamni g'azablantiradigan muhitga akiraylik. Natijada xushallik muhitga kirgan tajriba qilinguvchilar intayin xushallik his qilgan.
Biroq g'azablanadigan muhitga kirgan tajriba qilinguvchilar intayin g'azablangan. Ularning kayfiyati adrenalin o'rlaganlik sababi bilan munosib holdagi inkasni qaytarmagan. Bu tajriba kayfiyatning kelib chiqish manbasining kishilarningki bilish tajribasi ekanligini isbotlaydi. Qadimdan tortib hozirgacha kayfiyat haqidagi ta'limotlar nihoyatda nurg'un. Tomas Lanjining kayfiyat ta'limotida bunday deb qaraldi. Odatda keng ma'nodagi qon tomir nervi sistemasi iqtidorining o'zgarishini keltirib chiqara oladigan har qanday rolning bir xil kayfiyat ifodasi bor. Yana ular kayfiyatni bir xil ichki a'zolarning o'zgarishidan kelib chiqqan badan tuyg'usining yig'indisi deb qaragan. Shuning bilan ularning ta'limotimi kayfiyatning perif lozimi deb atalgan. Pavlovning hissiyot ta'limotida bunday deb qaraldi. Cho'ng miya qatlamidagi harakatlantirgich kuch tarafidan belgilanadigan saqlash va buzish teri qatlamining jonlanishini keltirib chiqardi. Shuning bilan teri qatlami ostidagi nervlarda o'zgarish yuz beradi. Bu xil o'zgarish ichki a'zolar va ba'zi harakatlarning o'zgarishini keltirib chiqardi. Ya'ni muskullarda munosib harakat paydo bo'ladi. Ondan bu o'zgarish nervini qo'zg'atib, cho'ng miya teri qatlamiga qaytadi. Bu vaqtda biz hissiyotni bilalaymiz. Hozirgi zamonga kelganda kayfiyat ta'limoti kayfiyatning yuz berishi odamning beshidan o'tkazgan tajribasi va hozirgi tajribasi, muhit, masalalarni baholash va orzu qilishi bilan munosabat ekanligini ta'kidlaydi. Bundan qaraganda chiroy ifodasi kayfiyat hosil bo'lgandan keyingi tashqi ifodadan iborat. Yana biz baxtni his qilsak, undan keyin kulimsiraymiz.